yil 3-iyun seximiz ishlashda davom etyapti. Yangi 200 kvadratli kotelimiz utepленный. Xudo xolasa Qo'qonga qarab yo'l olmoqda. Kotelimizga bir yil garantiyasi bor. Utepленный yana nima desam bo'ladi? Верхний горение, нижний горение. Xohlagan tarafdan yoqsa bo'laveradi. 60 kilo zapravkasi 1,5 sutkaga yetyapti bitta zapravka. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bepul xudo xolasa ko'chalari. Xudo xolasa yo'lga ravona bo'lishga tayyor bo'ldi. Xudo xolasa mana o'zimiz dachiklari bor, naqalari bor, soldatchiklari. Ventilyatorlari bor, pomogательный. Yana mana bu narsasi bor, mexanizmi tok ishlaydigan. Buni endi hozir o'rnatilmaydi. O'rnatilgandan keyin mana bu yoniga qo'yiladi. Podach obratkalari ikkala tarafdan ham, 10 taraf chap taraf deyish shart emas bunga. Mana bu tarafidan ham bor, ag'idan ham bor. Qaysi tarafiga to'g'ri kelsa farqi yo'q. Mana bunisi ham shu, podachasi obratkalari ikkala tarafidan. Levi pravi farqi yo'q bunga. O'rnatilsa bo'ldi. Kotelimiz xudo xolasa tayyor. Obshipkasi qilingan. Xudo xolasa ichida utepленный stiklovatalari bilan mana yana obshipkaga tayyor bo'lyapti. Mana bu ham obshipka qilingan, уже tayyor. Bu ham xudo xolasa 2 kundan keyin rishtonga qarab yo'l oladi. Xudo xolasa kotelimiz ham. Mana yangi kotelimiz xudo xolasa, Odil aka. Aha. Qaysi bir xonadonda sikkani ketyapti. Xudo xolasa aka. Tayyorligini qarang, kotelda hamma yo'qlari bor, xudo xolasa. Yana bunisini aytmabmiz, Gogoda bir 6 soat, 7 soatda bir minimdek qilib qo'ysa, kerak bas kunlar tushib yuboradi pastga. Kotelimiz o'z manziliga yetib keldi.